Davom etamiz. Qoraqalpog'istonda iqtidor va iste'dod maydoniga aylangan yoshlar ovozi tanlovining eng mas'uliyatli pallasi boshlandi. Bugun tanlovning opera yo'nalishida yosh iste'dodlar g'oliblik uchun o'zaro bahs olib boryapti. Ayni dam jarayonlarni bevosita kuzatib borayotgan muxbirimiz Saida Nalanbergenova bizga tanlov tafsilotlari haqida so'nggi ma'lumotlarni yetkazishga tayyor. Rahmat, assalomu alaykum. Studiya ortida turgan sahnada bugun nafaqat kuy qo'shiq yangrayapti, balki yosh iste'dod egalarining orzu va maqsadlari jarang sochmoqda. Bugun yoshlar ovozi tanlovining ikkinchi kuni va bu yerda ishtirokchilar opera yo'nalishi bo'yicha o'z ijro mahoratlarini namoyish etib, aynan hakamlar hay'atining e'tiborini qozonishga harakat qilmoqda. Aytib o'tish joiz, Bo'zatov festivali bu yil Qoraqalpog'istonda 5-marta tashkil etilishi. Biz esa hozir aynan bevosita tashkiliy masalalar ishtirokchisi bilan suhbat qurmoqchimiz. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi bosh mutaxassisi bilan. Assalomu alaykum, Baxtiyor. Assalomu alaykum, Aydalar. Nima deya olasiz? Bu yilgi tashkiliy masalalar qanday bo'ldi? Qanday yangiliklar va qanday o'zgarishlar bor? Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan har yili dasturiy turda o'tkazib ketgan o'sha Bo'zatov fest tanlovining bugun Qoraqalpog'iston Respublikasida Bo'zatov tumanida o'tkazilishi, ya'ni bu tanlovning saviyasi yuqoriligi, ya'ni ushbu tanlovni o'tkazish uchun o'sha Qoraqalpog'iston yoshlarga prezidentimizning g'amxo'rligi sifatida o'tgan yili yangidan barpo etilgan yoshlar markazidagi yangi zamonaviy pavilyonda o'tkazilishi, keyin ushbu tanlovda o'tgan yilga qaraganda qatnashuvchilarning ko'proq ariza bergan qiziqishlari o'sha eng bu ahamiyatli deb hisoblaymiz. Yana aytib o'tish joiz, shu yili 2026-yili Bo'zatov festivalida ishtirok etish uchun 370 mingdan ortiq qatnashuvchilar qiziqish bildirib, bugungi kunda shu final bosqichiga Qoraqalpog'iston Respublikasiga 165 nafar ishtirokchi yetib kelgan. Ya'ni hozir bugun tanlovning ikkinchi kuni bu yerda opera yo'nalishi bo'yicha yoshlar o'zlarini salohiyatlarini namoyon qilmoqdalar. Rahmat Baxtiyor, sizga ajoyib ma'lumotlar uchun. Bizda Bo'zatov fest, ya'ni yoshlar ovozi tanlovi davom etadi. Biz esa sizga efirlarimiz orqali jonli efirlarda ma'lumotlar berib boramiz. Rahmat studiya. Tezkor xabarlar uchun rahmat Aydana. Biz ham o'z navbatida barcha ishtirokchilarga omad yor bo'lishini tilab qolamiz.